Namangan shahar yana birinchi etaj 1,5 million so'mdan ushbu kvartiramiz ijaraga beriladi. Hozir sizlarga uyimizni tanishtirib o'taman. Ushbu ko'rib turgan xonangiz asosiy xonamiz, gilamlar solib qo'yilgan, pardalari ilingan. Ko'rganingizdek, neobishniy o Asad Belin davridagi Shaytanat filmidagi remontlarni qilib qo'yishgan ekan. Umumiy koridor qismimiz gilamlar solinmagan. Bitta mana shu asosiy xonamizda solingan xolos. Koridor bilan oshxonasida gilamlar yo'q. Olgan odam o'zi sovib oladi. Bu tarafimizda sanuzel. Ko'rganingizdek mana shu holatda bu tarafda bizda oshxona mebellari qisman bor. Stollargacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Narxi 1,5 million so'mdan kichkina oilaman menga puli qulayroq kvartira kerak deganlar uchun juda ham ideal variantda. Ushbu uyimiz 2-mikrorayonda MB bankini atrofida joylashgan. Ko'rganingizdek uyimiz yaxshi holatda, remontlari boshqasi chidab bo'ladigan holatda 1,5 million so'mdan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlari opisaniyada bo'ladi. Bemalol telefon qilib ushbu uyimizni ijaraga olishingiz mumkin. 1,5 million so'm uyimizni o'zini narxi, makler xizmati alohida. Barchani kanalimizda kutib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang, yangiliklar hali oldinda.